Maksimus yoxud askardan chiqqan imperator. Tarix. Bu shunchaki sanalar to'plami emas. Bu ulug'vor orzular va achchiq qismatlar silsilasidir. Uning ismi Magan Maximus edi. U oddiy askar bo'lib tug'ildi. Lekin uning irodasi imperiya chegaralaridan-da kengroq edi. Ulkan Maksimin Artur Conan Doyle'ning qisqa hikoyasidir. Shafqatsiz Rim imperatoriga aylangan trakiyalik dehqon Maksiminning yuksalishi va qulashi haqida batafsil ma'lumot beradi. Bu xom kuch, harbiy populizm va rahbariyatning xaotik tabiati mavzularni o'rganadi va uning o'z askarlari tomonidan o'ldirilishi bilan yakunlanadi. Britaniya dalalaridan Rimning muhtasham taxtigacha bosib o'tilgan qonli yo'l. Xalq uni tanladi. Qo'shin unga ergashdi, ammo taxtning o'z bahosi bor edi. Hokimiyat cho'qqisida do'stlar kamayadi, dushmanlar esa soya kabi ko'payadi. Artur Conan Doyle sizni Rimning eng shiddatli davriga yetaklaydi. O'qing, biz tavsiya etamiz.